90% odamlar LG kir moshlasini ishlatishni bilmas ekan. Hozir bitta 1 minutlik videoda o'tiyda qanaqa ishlatishni o'rgatib qo'yamiz. Kir moshlani shunaqa ko'rinishda yoqamiz. Tablo keladi. Mana birinchi stirka xlopok paxtali kiyimda bo'ladi. Xlopok plus paxta bilan sintetika aralash bo'ladi. Smeshli stirka aralash kiyimlar, rangi chiqadigan kiyimlarni sovuq suvda yuvib beradi. Masalan, har kun kiyiladigan kiyimlarni yuviladi. 5 kunlik kechqurun yotayotganda yuviladigan stirka bu. Ovoz chiqarmasligi uchun обороты 1200 оборотdan 400 ga tushirib qo'yadi bu. Ikkita funksiya qizilda yozilgan gipoallergik bilan detskiya deydi. Bitta parovoy stirka ishlaydi. Bu stirkalarning eng kam vaqti 1 soat 40 minutdan bo'ladi. Parovoy stirka qiladi, polностью yuvadi, chayadi, siqadi, hamma narsani o'zi ligirovka qiladi. Xo'p, yog'iga o'tamiz. Delikatniy stirka. Qattiq kiyimda bo'ladi, shers qimmatbaho kiyimda bo'ladi, sportivniy krossovka oyoq kiyimda bo'ladi. Bir kun kiyilgan futbolka maykalarni 30 minut yuvamiz, top-toza qilib yuvib beradi. Puxovoy veshi, parda, dasturxon, podedaniy mana shunaqa narsalar, og'ir narsalar yuviladi. Achiska barabar o'zini o'zi tozalash funksiyasi. Maya programma bo'ladigan bo'lsa, mana qaraydi. Maya programmada shunaqa narsa bor, mana ekranda ko'rsatyapti, chayamas siqaman. Qo'lda yuvilgan narsalarni faqatgina chayib siqish funksiyasi bo'ladi. Boshqa stirkalarni tanlayotganda ahamiyat beringlar. Mana yuvaman, chayamas siqaman deyapti. Bu yerda mana искусственный интеллект o'chuv, bu yerda o'sha material tanlash qobiliyati bo'lmaydi. Boshdagi stirkalarga qo'ygan holatida mana bunaqa ko'rinishda o'zi yonadi. Materialni ajrata oladi bu holatda. Bu holatda kir moshda sizlarning aytganingizdan emas, o'zini aytganini qiladi. O'chir.